Tog'a, avtobus haqida nima deysiz? Qanchalar ishonchli ekan? Men aslida Piterdan keldim, Chers Moskva. Hammasi zo'r. Hammaga tavsiya qilaman. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga navbatdagi reyslarimiz ketish arafasida ekranda ishonchli nomerlarimiz turibdi. Sankt-Peterburgdan Chers Moskva reyslari hozirda amalga oshirilyapti. Moskvadan esa to'g'ridan-to'g'ri avtovokzallardan, avtovokzallardan reyslar amalga oshiriladi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa yoki kelmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ishonchli nomerlarimiz ekranlarda turibdi. Akalar, ukalar, opalar, singillar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent направленияsi. Dokumentidan muammosi bor. Zolotoy qaroridan qarshi bo'ladi. Migratsion kartasini yo'qotganlar, registratsiyasi prosurishga bo'lganlar. Ularga qo'shimcha rasxodlar qilinadi, lekin yordam qilib olib ketilinadi. Agarda Rossiya hududida taqiqqa uchramagan bo'lsalar, taqiq tushgan bo'lsa, taqiqni yechib ketishlarini tavsiya qilaman. Sudniy pristuplarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Pulinglarga kuyib qolmanglar degan maqsadga. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'ling.